Amir Temur O'rta, Janubiy va G'arbiy Osiyo, shuningdek, Kavkaz va Rus tarixida muhim o'rin tutgan O'rta Osiyolik turkiy hukmdor, sarkarda va zobit. Sarkarda poytaxti Samarqand bo'lgan Temuriylar saltanati asoschisi Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kish yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Rivoyatlarga ko'ra, u qo'lida qip-qizil qon bo'lagi bilan, sochlari esa mo'ysafid kabi oppoq holda tug'ilgan. Bunday holat Chingizxon haqida ham gapirilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Movarounnahrda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Uning ota-bobosi afsonaviy turkiy Alan Quva shajarasidan kelib chiqqan bo'lib, Chag'atoy ulusining saroydagi obro'-e'tiborli kishilari qatoridan joy olgan. Kesh va Nefes atrofidagi yerlar ularga qarashli mulk hisoblangan. Temurning otasi Tarag'ay doimiy ravishda xon ulusi bo'lmish Il daryosi qirg'og'iga chaqiriluvchi Chag'atoy beklari qurultoyida ishtirok etgan. 1355-yil u turmush og'a barlosi Amir Jakunning qiziga uylanadi. Movarounnahrning bosh amiri Qozog'on Amir Temurning qobiliyatlariga ishonch hosil qilib, shu yiliyoq unga nevarasi O'ljay Turkan og'ani nikohlab beradi. Ushbu nikoh sharofati bilan Qozog'onning nevarasi Amir Husayn va Amir Temurlar ittifoqi vujudga keladi. Bu ittifoq mo'g'ullarga qarshi kurashda juda ham qo'l keladi. 1356-yil Amir Temurning ikki o'g'li dunyoga keladi: Jahongir va Umarshayx. 8-asr boshi 14-asr oxirlariga kelib, Movarounnahrning iqtisodiy ahvoli kundan kunga yomonlashib boradi. Bunda Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temur foydalanib qoladi va hech qanday qarshiliksiz Qashqadaryogacha yetib boradi. Amir Temur unga xizmat qilishni boshlaydi. Biroq Tug'luq Temur Movarounnahr hukmdori etib o'zining o'g'li Ilyos Xo'jani tayinlaydi va Amir Temur shahzodaga xizmat qilishdan bosh tortib, Balx hukmdori Amir Husayn bilan birlashib olib, mo'g'ullar bilan qat'iy jangga kirishadi. Bu vaqtda Samarqandda sarbadorlar, dorga osiluvchilar, shuningdek mo'g'ullarga qarshi kurashuvchilar hukmron surgan. Mazkur xalq harakatining yoki ozodlik uchun kurash yoki dorga osilgan kalla shiori ham uning ishtirokchilari tomonidan yaratilgan. 1370-yil Amir Temur Balxda bo'lib o'tgan qurultoyda Turonning bosh amiri etib e'lon qilinadi. Chingizning qizi Saroymulk xonim bilan nikohi esa Amir Temurga Gurgan, ya'ni xonning kuyovi faxriy unvonini berdi. Amir Temurning asosiy vazifasi parchalangan davlatga bardosh berish va alohida yerlarni bir davlatga birlashtirishdan iborat bo'lgan. Mazkur davlatning poytaxti etib u Samarqandni tayinlab, tezkorlik ila shaharning himoya devorlarini, qo'rg'onlar va saroylarni barpo etishni boshlaydi. Amir Temur Amudaryo va Sirdaryo orasidagi yerlarni, shuningdek Farg'ona va Shosh viloyatlarini o'ziga bo'ysundirib birlashtiradi. So'ngra bosqinchilik yurishlarini boshlaydi. Amir Temur hukmronligi 35 yil davom etgan. U Ind va Gangdan Sirdaryo va Zarafshongacha, Tianshandan Bosforgacha bo'lgan katta saltanatni yaratgan. Hayotining katta qismi yurishlarda o'tkazilgan. Amir Temur 1405-yil Xitoyga yurish vaqtida O'tror shahrida vafot etadi. Amir Temurning hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli maxsus asar ham yozilgan. Asar 2 qismdan iborat bo'lib, O'rta asrning bebaho tarixiy manbasi hisoblanadi. Unda Temurning hayotiy voqealari bilan bog'liq tarjimai holi, atoqli davlat arbobi va sarkardaning harbiy san'atga bo'lgan nuqtai nazari, davlat tuzilishi va boshqaruvi kabilar bayon qilingan.